qadrdonlar, akalarim, ukalarim, mana sizlarga Lacetti zamin kuzib qilingan 2023 yangi kuzib qo'yilganidan yana bitta topib qo'ydik. Biz aytgan narxga boshdan aytib qo'yay, biz aytgan narxga kelisholmadik aka bilan. Aka aytishyapti-ku, uka shuncha narx qo'yib berasiz, kam borni qo'yib bering. Kelgan odam bilan o'zimiz kelishib olamiz deganlari uchun mayli bo'pti aka dedim. Qora Lacetti shunaqa jendra qilinganlar, zamin kuzib bosilganlarni yurishi realniy, hadovoyda, motorda ham ishi yo'q ekan, zo'r ekan, cho'tka ekan. 2009-yil zamin kuzib bosilgan, suyi bosilgan, o'zi lyuksiz bo'lgan mashina, lyuklargacha qo'yib, lyuklar ishlaydiganlar hamma yo'ni chotga qilib qo'yishibdi. Toza pakrovga syomka ham qo'yamiz. Xo'p, evokorlari bor. Adashmasam CC nechidir ham monitori bor. Poli chexollari yaxshi turibdi. Bittani evokorlar yuvilmabdi xolos, lekin salonda umuman ish yo'q ekan, xudo xohlasa. Salonlari, motor hadovoylari zo'r turibdi. Xo'p, to'rtta yaxshi baloni bor. Diskani deyapti-ku, uka deyapti, diska JM deyapti. Loboy bilan garantiya, Xitoy diska emas, JM diska qo'yganman. Deyapti. Ranglari qora gebo, chista haqiqiy geboga sepib qo'yilgan. Mashinaga 2023 suya qo'yilgan ekan. Xudo xolasa rahmatlarda muammo yo'q deyapti. Agar olaman degan odamga generaldan bersan qilib beramiz deyapti. Generaldan muammo yo'q deyapti. Mashina yarimta kalka o'tayapti, metan gaz. Metan gazlarigacha bor. Xudo xolasa. Hamma yo'q zo'r, chotki. 374 mingmi yurgan ekan probeglari. 348 ming yurgan ekan, to'g'ri probegi. Tablolarni terib, xudo xolasa chiroyli qilib qo'yishdi. Yarimta kalka o'tab, mashina xudo xolasa yurib turgan adreslari Qo'qonda. Narxini hozir aytaman oxirrog'ida sal. Motorlar ichlarini ko'rsatsalar. Xo'p, narxini aytishyaptiki 6700 kami bor deyapti. Aka, uni narxga qo'ya olmayman desam, uka iltimos qo'yib bering. Kelsalar o'zimiz kelishib olamiz deyapti. Lekin motori zo'r ekan, gram yo'q, yegani yo'q ekan. 1.8 haqiqiy. Xo'p, ashka endi baribir 2023 kuzib qo'yilgandan keyin tiniq bo'ladi, chotki bo'ladi, oddiy. Pakeldan emas. Qanaqangi gazi oddiydan pakeldan emas. Lekin Amerikan xudo xolasa hammasini yangi qo'yib nima qilib qo'yishibdi. Partiyasi 50 ga ekan, lekin turgan adresi Qo'qonda. Shu joyda ko'pchilik adashyapti. Shuni ham hisobga olib o'tib ketasizlar. Qadrdonlar, yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yinglar. 6700 mashinani kami ham bor, yana sudda kelishadigan joyi bor. Telefon qilib, kelib ko'rib olsangiz bo'ladi. Gendavernislar beriladi. Barter bormi aka, yo'qmi barter? Kelishib olsa barterda aka. Bosinglar bo'lmasin qadrdonlar.